James Gunn. So'nggi yillarda ushbu ism shou-biznes va kinomanlar, ayniqsa komiks filmlari ishqibozlari orasida ancha ommalashdi. Hozirgi kunda kattagina studiya rahbarligini inobatga olmasak, bu inson ko'pincha komiks filmlar suratga oladigan ajoyib rejissyor bo'lganda ham shaxsan men uchun eng yaxshilaridan biridir. Komiks filmlar, jumladan super qahramonlar haqidagi filmlar uchun asosan nima kerak? Avvalo, barcha filmlar kabi qiziqarli va sifatli syujet, ajoyib kadrlar, sifatli CGI, zeriktirmaydigan dialoglar, ajralib turuvchi antagonist va eng asosiysi go'zal va esda qolarli jang sahnalari. Galaktika qo'riqchilari trilogiyasi, o'z joniga qasd qiluvchilar otryadi va yaqindagina ekranlar yuzini ko'rgan Superman filmlarini oladigan bo'lsak, James Ganda barchasi bisyor. Va biz bugungi roligimizda siz bilan ushbu dahoning yana bir ajoyib san'at asarlaridan biri bo'lgan Tinchlikparvar serialining 2-mavsumi haqida suhbatlashamiz. Serialning 1-mavsumi haqida tahlil videolar YouTube platformasida talaygina. Qolaversa, 2-mavsum yaqindagina omma yuzini ko'rgani uchun va shaxsan menga juda yoqqani uchun aynan ushbu mavsum haqida o'z fikrlarimiz bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Serial har tomonlama o'zgacha. U kinematografiyaga yangicha nazar tashlamagan bo'lsa-da, James Gunn ko'pchilik tomonidan unutilgan yoki bepisandlik bilan qaralgan kino qadriyatlarini yangicha darajaga o'z uslubida ko'tara oldi. Avval syujetga to'xtalsak, o'ta shiddatli va energiyaga boy va keng qamrovli 1-mavsumdan so'ng muxlislar bu mavsumdan ham xuddi shu vaybni kutishdi. Ammo serial bizga umuman boshqa narsani tortiq qildi. Xuddi Vinland haqida afsona animesining 2-mavsumi singari bu safar Tinchlikparvar serialida ham asosan personajlarning ichki va ijtimoiy holatini o'rganadi va deyarli barchasi o'zini yana qaytadan anglashadi. Lekin shu bilan birga albatta syujet yaxshigina intriga ustiga qurilgan. Shu sabab siz doimo keyingi qismni kutasiz. Bu mavsum asosan taqdir haqida va inson hech qachon o'tmishini o'zgartirmasligi kerakligi, aynan o'tmishda qilingan xatolarimiz bizni hozirgi bizga yaqin va qadrli insonlar bilan uchrashtirganligi va aynan shu xatolarimiz tufayli biz ular uchun qadrli ekanligimizni o'rgatadi. Hech shubhasiz James Gunn 2-mavsumda ham muxlislar kutgan vaybni, hatto undan ham ortig'ini bera oldi. Hamma narsa o'z o'rnida. Personajlar va ularning yozilishi, syujet, action, drama, jang sahnalari, ayniqsa Burgut Igri bilan bo'lgan sahna qayta va qayta ko'rishga arziydi. Tarantino uslubidagi, hatto undan ham absurdroq bo'lgan dialoglar, qora yumor va o'lik hazillar sizni beixtiyor kulishga undaydi. Eng muhimi, barchasi chin yurakdan va qalbdan qilinganligi bois loyihaning har bir qismi, har bir qahramoni va har bir buyumi siz bilan qadrdon bo'lib qoladi. Jon Sina. And his name is John Cena! Jon Sina esa u serialda hayotdagi Jon Sinadan unchalik farq qilmasa-da, menimcha James Gunn uni qaytadan kashf qila oldi. Chunki serialning ushbu sahnasi Get off him! Get off him, please! Stop! What's wrong? What the fuck is wrong with all of us? I'm sorry. I'm so fucking sorry. You killed your brother, you piece of shit! This is me.
muxlislarni anchagina ta'sirlantirdi, shu jumladan meni ham. O'zi umuman ushbu serialning o'ziga xos xususiyati shuki, siz ushbu proyektda umuman ideal personaj ko'rmaysiz. Barcha qahramonlar o'ziga xos muammo va fe'l-atvoriga ega. Biri ahmoq, biri o'sal, biri qo'rqoq, hatto bosh qahramonning o'zi ham. Ha, siz yuqorida aytilgan Jeyms Ganning bironta loyihasida ideal qahramonona Kapitan Amerika, Thor, Superman, Batman singari bosh qahramonlarni ko'rmaysiz. Jeyms Gann filmlaridagi barchasi sizu bizga yaqin, o'xshash, barchasida o'ziga yarasha qusurlari bor va shu jihati bilan ham ushbu serialni bizga ancha yaqin qiladi. Ha, loyihaning yana bir o'zgacha tomoni haqida aytish esdan chiqibdi. Va bu hozirda tinchlikparvar serialning dastxatiga aylanib ulgurgan ochilish sahnasi. Ha, undagi yangilangan ushbu soundtrack, ishoning, serial efirga uzatilgan paytdanoq ijtimoiy tarmoqlarda ushbu tinchlikparvar ikkinchi mavsum openingi heshtegi ostida yuzlab editlar tarmoqni to'ldirdi. No! No! You really want me to shake your hand? I insist. If you insist. No. Why? Why did you do that? Why? No. I'm done saving you. It's too late. Ha, Jeyms Gannning Tarantinoga yana bir o'xshash tarafi ham aynan shu. Gann ham musiqa va qo'shiq tanlashda o'ziga xosdir. Serialda yangilaydigan kuy va qo'shiqlar har bir sound mohirlik bilan tanlanganki, uzoq vaqtgacha xotirangizda qolishi hech gap emas. Xullas, shunday gaplar. Serialni albatta barchangizga ko'rishni maslahat beraman. Uni albatta tomosha qiling. Menimcha serial sizga albatta yoqadi degan umiddaman. Sizga serial haqida bergan qisqacha spoilerlarsiz ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Biz bilan bo'ling, chunki biz rivojlanishda va bundan-da yaxshi kontent qilishda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling.